klubiga xos ijodkor, mening ajoyib do'stim Yorqinxo'ja Umarovni guldiroz qarsaklaringiz sadosi ostida taklif qilamiz. Olqishlab turinglar, iltimos. Gruppa podдержкаlar biz uchun juda ham muhim. Chunki aynan sizlar uchun kelganmiz. Katta rahmat. Xo'ja Umarovga guldiroz qarsakinglar azizlar va barcha sozandalarga ham alohida minnatdorlik izhor etamiz. Juda ham tez qochib ketishyapti. Endi boshqa choramiz yo'q. O'zim menimcha repertuar tayyorlab, o'zim qo'shiq aytib beraman shekilli bu ketishda. Kattakon rahmat, xizmatingiz uchun rozi bo'linglar. Kayfiyatlar yaxshimi aziz mehmonlar? Ozgina ko'tarishga erishdikmi yo yo'qmi? To'g'risini aytinglar. Yaxshimi? Nimaga raqsga tushmadinglar bo'lmasa? O'zi Yorqinxo'ja 5 tagina ashula aytdilar menimcha. Men sanab o'tirdim. Ne paytdan unumli foydalanmaysizlar shunaqa payt?